Chuqur aka, to'rxona birinchi etaj bo'lsin, огородlari, mana bunaqa ustlari yopilgan, mashina qo'yadigan joylar, bir kalavatlarni qo'yib o'tiraman degan joy qidirganmidingiz? Yunusobod 4-kvartalda xuddi shunaqa joy birinchi etaj to'rxona chiqqan. Hozir uy ichilarini ko'rsataman. Mana bu zalda mana eshik ochib qo'yishgan, kiraverasizlar. Xullas bu yerda ikkita televizor olib chiqib ketishadi, qo'ya hamma narsa qoladi. Endi mana podyezddan kiraverish eshigi, mana podyezddan kiraverish. Xo'sh, bu yog'imizda bitta spalni ketgan. Endi mana bu yoqda ham to'g'ri bitta spalni kirib ko'rsatavering. Remontlari yaxshi holatda turibdi. Endi hammom, tualetlar mana alohida qilingan. Mana ko'rsanglar, holati zo'r holatda turibdi. Mana bu yog'imiz mana dush kabinkalar qo'yishgan. Mana bu yog'imiz mana yana bitta spalni olsanglar, bu to'rxonani 5 xona qilib olishgan. Mana oshxonani balkonga olib chiqib, mana oshxonani yana detskiy xona qilib qo'yishgan. Endi 1,5 ga olti balkonimiz mana ko'ringlar, bu yoqni ham, bu yoqda ham огород bor, bu yoqda ham огород bor. Xullas 80 kvadratdan ozgina oshuv to'rxona birinchi etaj, old orqa огород, naves eshik ochilgan, lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Narxini 94,500 so'rashyapti. Kelishtirilgan joyi bor, pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.